Bu darsimizda sichqoncha, ya'ni mishkani qanday qilib sozlashda va sichqonchada ishlashni o'rganamiz. O'zi bilsalaring kerak, sichqonchani chap va o'ng tomoni bor, keyin o'rtada aylantiruvchisi bor. Bular nima vazifani bajaradi? Shularni birinchi o'rgataman. Demak, qaranglar. Sichqonchani chap tomoni bu biron bir papkaga yoki biron bir faylga kirish uchun ishlatiladi. Aytaylik, mana qaranglar. Mana shu papkaga kirmoqchimiz, sichqonchani 2 marta bossa bo'ldi, kiradi. Bu sozlamasini hozir ko'rib chiqamiz, bir marta kritikonni ham qilamiz. Sichqonchani o'ng tomoni ustiga bosdilar. Mana bunday mana shu papka ustida nimaki bo'lsa hammasi chiqib keladi. Tepaga pastga yurmoqchi bo'lsa, sichqonchani o'ynatasiz. Dumaloqchasini, ya'ni dumaloq nimachasi bor, mishkani o'shani o'ynatadi. Endi sichqonchani sozlamasini ko'rib chiqamiz. Biz pustga kiramiz. Sizlarda panel shunaqa panel bor. Ya'ni Windows 10 da shunaqa panel bo'ladi. Windows 7 da esa bunaqa panel bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Tak. Windows 7 da xuddi shunga o'xshagan bor. Windows 10 da esa bunaqa bor. Endi biz ustroysoga kiramiz. Kirganimizda ko'raysizlar, mana shu yerda mish degan joy bor. O'shaga kiramiz. Sizlarda tanlashda leviymi yoki ya'ni o'ngmi yoki chapmi deyapti. Bu standart o'zi tursin. Keyin necha martada kirish kerak deyapti. Biz neskолько раз qilganmiz. Buni slashda bir marta qilib qo'ysalaring, bu bir marta bosganingda, ya'ni chap tomonni bir marta bosganingda kiradi. Endi buni qaranglar, sichqonchani ko'rsatkichi bor-ku, mana o'ynatyapti, o'sha ko'rsatkichini izvinit qilib kiramiz. Mana yerda ko'ryapsizlar, izvinit razmer qilsalaring, bu kattaroqni ko'raysizlarmi? Katta bo'lib ketdi. Bu kichikroq, bu va kichkina o'zining standarti yoki mana qilsak bo'ladi buni, yoki bunaqa qilib bosganimizda rangini har xil qilib qilsak bo'ladi. Ko'raysizlarmi? Biz standartniga qilib qo'yamiz. Belgilanish nimasi bu? Qolgan nastroykalarni ham bemalol ko'rib chiqsang bo'ladi. Endi qo'shimcha sozlamalarni ko'ramiz. Qo'shimcha sozlamalarda nimalar bor? Buni joyini almashtirish bor, boya aytganim. Bu skorsi qanchalik tez ishlashi, buni ko'tarsalar ham pastga tushirsalar ham bo'ladi. Hozir biz chapga mana qaranglar, bunga o'tkazib qo'ydik-ku va kirmayapti-ku, to'g'rimi? Bosilmayapti. Endi bu bilan bosamiz. Ko'raysizlar? Mana boya hozir bunday qilsam, bossam bosilmayapti. Mana bossam bosilmayapti chap tomon. Endi o'ng tomonni bosamiz. O'ng tomonga o'tkazib qo'ydi bu. Bu esa tezlik, aytganimdek. Endi qaranglar. Bu tomondan boyaga xuddi har xil simbollar tanlasa bo'ladi. Ya'ni mana print qilsalar shunaqa bo'ladi kirganda, yoki mana bunaqa rangli tanlasalar bo'ladi. Mana rangli bo'lyapti. Biz o'zimiz standartini tanlab qo'yamiz. Bizga kerak emas. Bu tomonda yana qolgan nastroykalari bor. Bu tomonni o'zi ko'rsatib qo'ygan tezliklari yoki mana bunaqa refreshlari yoki boshqa nimalari bor.